Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Tuzimizda shu Furqat vanisasiga kelganmiz. Firdavsbekni ko'rgani. Firdavsbek sentyabr oyidan beri shu ahvolda yotib ekan. Hozir qorni teshik. Shu yerdan nima qilyapti ekan? Axlat shu yerdan chiqar ekan. Ichagi kattalashib ketib, shu ahvolga kelib qolibdi. Hozir burasi ham ichida batafsil tushuntirib beradi. Bolacha uylanib ketibdi. Uyimni sog'indim deyapti. Uy sog'indingizmi? Uzasiz ketasizmi? Choy ichkisi, bir narsalar yegisi kelar ekan, faqat hozir mana shu qorni teshik. Shu qorni teshikligi uchun qiyinchilik bo'lar ekan. Endi o'zingizlar tushunasizlar. Bu yog'idan chiqmasdan hamma yo'g'i mashinadan chiqar ekan. Hozir bizga ko'rsatmoqchi bo'lib ochgan paytda to'planib ketgan ekan. Idishi bormi hozir? Yo'q, shlanka nimasi bor. Oyog'ingizda bor. Mana bu idishda bo'lar ekan. Bo'l, ochmay qo'y. Tuzalib qolasiz, Firdavsbek. Esli bo'lib tursangiz tuzalib qolasiz. Qadrdonlar, unaqa katta pul kerak emas ekan Firdavsbeklarga. Endi Toshkentda ham davolatsa bo'lar ekan. Hindistonga ham tavsiya qilishgan ekan, lekin Toshkentda ham davosi bor ekan. Faqat 20 million atrofida pul kerak bo'lgan ekan. Oldin ham birinchi operatsiyasi o'tkazilgan. Endi shu ikkinchi operatsiyasiga pul kerak. Hozir постоянно mana shu banisada davolanib turmasa bo'lmaydi ekan. Beri sal lecheniyalarni olib turib, shu Toshkentga borish kerak. Toshkentga borgani bularda mablag' yo'q. Sentyabr oyidan beri sotadigan hamma yo'g'ini sotish bo'lgan. Umuman mablag' yo'q, shu ko'pchilik yordamiga muhtoj bo'lib qolgan. Shu ekranga o'zlarining kartalarini qo'yamiz, qadrdonlar. Qo'linglardan kelganicha ozmi ko'pdi, 5 ming, 10 ming ko'pchilikka nima emas, xudo xolasa tezda bir kun, ikki kunda yig'ib olsa shu bolachani tezroq uyga qaytaraylik. Hozir kamera yonganiga nima bo'lyapti ekan deb g'alati bo'lyapti, lekin bezlik yo'q, opalarim sog'indim, uyimni sog'indim deb yig'layapti. Hozir burasi ham gapirib bersin. Kasalligi undan oldindan bormi doktor? Undan oldin qonni ishig'idi. Keyin doktorlar u dedi, bu dedi. Keyin apparatga tushirishdi 2 marta. Bolani holatini ko'rib, qonni nimaga ishyapti. Dedi, ovqat yeydi, lekin bola qonni ishib ketadi, axlat chiqmaydi. Klizma qilaveramiz, bola beziydi. 3 kunda bir qilamiz klizmani. Bola beziydi. Ko'tini ushaydi. Ichagida qolib ketgan ekanda, tepada ichaklari chirib qolibdi. Endi ashuni qildiramiz deyapmiz. Lekin bola ko'tara olmadi. 2 marta qon quydirdik bu operatsiyasiga. Odam topa olmadik Toshkentda. Qon quyganimi? Qon yutasi nechi? 3 plus dedi. Endi iltimos qildim doktordan. Iltimos, men Toshkentdan birovni tanimayman. Nima qilib bering desam bo'pti dedi. Deb ashuna dedi, 2 marta qon quydirdik. Bir oyda operatsiya qilish kerak ekan. Unga davolanishga pul kerak. Davolanishga pul kerak-da. Toshkentda qildirilganmi oldingiz? Bolalar milliy markazda qildirdim. Qadrdonlar, bolachani otasi yo'q, otasi tashlab ketgan. Bu opamizni qizi, 3ta bolasi bilan bu bolachadan oldin 2ta opasi bor ekan. Otasi tashlab ketgan ekan, bu ajrashib ketishgan ekan. Endi bolacha shu onasini qo'lida qolgan. Qo'linglardan kelganicha kartinglar bormi?
Nima deb chiqadi? Siz nomingizda karta bormi? Bor. Ismingiz nima? Muhayyo. Muhayyo nima familiya? G'afurova. Nomingizda karta? Muhayyo G'afurova bo'lib chiqadi. Endi haligi bunaqa kasal temasida boshqa videolardan ham foydalanishga o'ryapti videolardan. Shu ismiga e'tibor berib qo'yasizlar. Shu yozuvdan qo'yamiz ekranga. Qo'lingizdan kelganicha ozgina lekin e'tibor bilan mana shu bolachani nima qilib qo'ymaylik, qadrdonlar tuzalib shu opalarining oldiga tezroq borsin. Kuylanyapsizmi? Ha? Kuylanyapsizmi? Bunaqa 3 yosh, 3,5 yoshli bolalar bunaqa kartalarga so'q bo'ladi. Lekin bu bola endi banksida yotaverib shu ahvolga kelib qolibdi. Qadrdonlar, shu buvasini nomerini ham qo'yib qo'yamiz ekranga. Telefon qilib, kelib, ko'rib, yordam beraman deganlar bo'lsa ham mayli. Shu Andijonda Furqat banisa bor, hamma biladi. Shu Furqat banisada nomerni qo'yib qo'yayotgan sababi ham oldin ham bir murojaat qilishgan ekan bitta blogerga. O'zi hozir batafsil aytib beradi. Nima bo'lgan? 3dan birini berasiz dedi. Tushgan pul. Nasıl? Anjolimi? Bilmayman qayerdan kelishdiki, men anaqa Bek Güzel MFMga jo'natuvdim, mahalla komitetimga. Jo'natsam o'sha orqali kelishibdi ular. Adresini nimani bilib olib, nomerimni chiqaruvdim men. Homiylar bo'lsa deb. Qadrdonlar, shu bir bloger akamiz chiqargan ekan, Farg'onadan ekan. Shu tushgan pulni 3dan birini berasiz deyilgan ekan. Endi qanaqa bu ismini ham ko'rdim, kanallarini ham ko'rdim. Hammaga ham hisob bersin endi. Shu 3 yoshli go'dakni pulini 3dan birini yeyman degan odam endi qanaqa odam bilmayman, insof bersa hammaga. Mayli, shu bolachani qo'llab, ozgina qo'llab yuboraylik qadrdonlar. Juda ham bir qiylanib ketibdi Ali bola bilan, endi men Sirojin akam bilan birpas gaplashib o'tirdik, yuraklarimiz ezilib ketdi to'g'risi. Endi bu aytish nima-yu, o'zinglar o'ylanglar, endi qornidan chiqib tursa yegan narsasi qiyin-da, haligi har chiqqanda achishib shunaqa narsa bo'lar ekan. Shuning uchun ozgina shunga butun beraman degan imkoniyati bor akalarimiz bo'lsa ham, shu nomerini ham qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasa uni ko'rishib birga berib qo'yamiz uka desanglar ham birga berib qo'yamiz. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uzr, endi yuraklar siqib anaqa video chiqardik.